Hammaga salomlar. Sizlar bilan yana digital. Bugungi qismni olishga juda ham o'zimdan uzoq kutdim. Bu sizlar kutgandek Safir 3 bu. Bu Pokemon Safir 3 va hamma narsa yangilangan. U ko'pligini olmasa ekan, FPS nechta bo'lyapti? Xo'p, FPSimiz 12 deydi FPSda. Hozir to'g'rilaymiz-da. Nimalar berdi? Tapor 1. If qilib qo'yamiz. 2 ga beta dynamic lighting yo'q. Chunki ozgina muammolar bo'ladi. FPS normal qatyapti o'yinam. Hozir to'g'rilaymiz. FPS normallashdi. Nima bor bu yerda? Kaizoda shunaqa narsa chiqadi. Ko'ramiz. Barak o'zi normal joyda spawn bo'lgan ekanman. Vashetni ko'ramiz. Nima qilamiz, og'alar? Yeba, bu nima bu? Nima san? Nima bu? Nima bu hozir? Rasmini olamiz. Ya, bu ashyanti narsa ekan. Xullas shu uyga qulamiz. Bironta bormikin? Darajali xonami shu o'xshagan narsa. Oshnasi qo'yib turamiz. Narsa bu yerda unaqa modlar yo'q ekan. Bironta qiziqroq narsa topishga harakat qilib ko'ramiz. Tepani ishlatib ko'ramiz. Tekis joylar ekan. Lola, amarans deyapti. Bu amarans yana. Purple amarans. Orange amarans. Gül deydi. Kayzoda bitta biyom bor edi. Shunaqa o'zgarib turadigan biyom bor edi. Xo'p. Packet mod deydi. Paketlangan. Bog'lami? Nimalar qilsa bo'ladi bunda? Modlik qilsa bo'lar ekan. Yana nima qiziqroq narsa bor? Shu tepalik bormi? Tepasida nima bor? Tepaligimizdan. Tepasida nima borligini tepasida shu ko'rib bilamiz-da. Tepasida shu yo'qmi bor? Chaklanchi normallashtiramiz. Close 6 qilsak yaxshi bo'lib ketar hammasi. Ozgina qatishlar bo'ldi, lekin o'lmayman degan umiddaman. Provozlash boshlayveramiz. Sayohat uchun qilamiz. Birinchi modlarni yaxshilab ko'rib chiqish kerak. Qabriston bor. Men bekanga turib, plasbet o'zimizni uyqilib belgilab qo'yishim kerak. Men qilamiz. Rangini mana qasidan qilib qarang qo'yamiz. Submit qilamiz. Yuklaymiz. Ana normalna. Endi mayda ko'rgan qishloqni bir narsaga boramiz. Bu nima bu? Nima sansa? Oddiy to'pami? Yo'q, uyga. Qani. Nima bor bu yerda? Bu yerda yo'q, ko'rinmaydi.
Как раз, да? Hop. Komik var buraya işte. Tepe karışık arkası aşağı bariyer deydi. Antikana sarı ekan deydi. But kaç bolalar kaç? Export degan narsa tashladimi? Export deydi. Qanday narsa u? Kirka. Qanday narsalar bor tavba. Bu narsani yapamiz. Bunun ichida blok efficiency degan tekadigan narsalar bor ekan. Bu yerda eshik bormi? Eshik bor ekan. Narkanini olamiz. Hop. Bu bino qanaqa bino? Menimcha sektor yumshab turibdi. Bu sinirni olish kerak. Kirga qanaqa edi? Effektivность baribir ekan. Good. Bu neydi? Eshik yamadi bu. Safir birdan eshikdan foydalandim. Bunda Acer modi bor albatta. Mayli, mana sen programmiz hozircha. Mayli, barellarni ham olib ketaylik. Sandiq hozircha topa olmadim. Tepalarda hech narsa yo'q. Nima bu? Nima masalasi? Buni ko'rdingmi hozir? Skatlarmi bular? Hujum qiladimi ular? Bular ekan. Bular skat. Jannat o'rganganlari shekilli yo'q. Hani tomga chiqib ko'raylikchi. Ne oldu? Robert miydi? Evet, sorun yok. Onu giysek. Etrafından görünüş gereğiyle. Faydaya göre. Lekin bo'lmayapti, nimaga bu? Kechani shu yapti. Aytam ancha xavfli narsalar bor ekan, ko'rdim. Mana bu yerda hali Kaizo spawn bo'lgan joyga o'xshagan joy bor ekan, mana. Tushdi, mana. Hozir Rainbow Beach deydi. Bu nima bu? Monster. Holy shit, nimalar bular? Mashina qidirib turadi. Mashina zo'r narsa ekan. Kuchukmi bular? Как раз срабатываешь kerak. Kuchukmi bu? Kuchuk emas ekan. Valik ekan. Yenot. Bo'ladi-ku. Lekin yoshligida ko'rgan bo'lsa, uzun quloq bitta degan quyoncha bo'lardi. Shu quyonchada bor edi o'sha Peterda semiz amaki bo'ladi o'sha. Ismi ham nimasi edi? O'sha hayvon. Hop. Better rivojlanishsa bo'lamikin, tog'dan tepaga chiqib kelishi. Bahar rivojlanish qiladigan joyi shu ekan, Tinker. Modlardan bitta ko'rish boshlaymiz endi.
Tinker yo'q ekan, afsuski. Mekanizm albatta bor. Hali portal. Ether portal and portal. Deep dark. Oh, deep dark portal. Hop, davom etamiz. Hop. Bu yerda yana ko'rib turadigan Quark yo'q ekan. Qanaqa modlar bor? Mod ko'tarilishi A'dan Zga aksessuarlar, amplified nether, apotheosis, apothic attributes, apothic enchanting, spawn, apple skin bor ekan, implant architecture yaqina. But packets better will at better FPS dist buni bilmadim. Render distances more restricted. Dungeon crawl deeper and darker. Eternal Stormlight, Verita Core for config, okay. Hop, bitta Kaizo'ning videosini ko'rdim. Pegasus adashmasam. Shunaqa ota bor ekan Kaizo'da, unaqa oldi. Yo'ldan topib oldi, qishloq oldidan. Uyimizga boramiz yaxshisi. Musikani biroz pastlatish kerak. Menimcha 30 yaxshi. İyi. Ya yaşlı bir. FPS FPS 25'te pas hazır. Hop. Yaxshi. Hop. Yaxshi modlar ko'ramiz. Modlarni ko'rdik. Elk segmentda advancementlar chiqadi, ya'ni o'zbekchasi nima bo'ladi? Hozir. Topshiriq desak ham bo'ladi. Without thinking it, sound of music. Obrandarsa yasashimiz kerak biz hozir. Kerak emas. Haritaga yuzlanamiz. Qanaqadir darajali xonami bo'lganda yaxshi bo'lardi. Chat buzib ketib qo'ysammikin? Not generated mayli olamiz. Xo'p. Hammasi kerakli narsalar.
Video settings, render distance 8 chunkda 6 ga tushirib qo'yamiz. Bitum ishlayapti. Losing FPS'da. Menimcha endi normallashishi kerak. 40 da 24 da. GPU 100% ishlatayapti. Full screen, grayscale bu emas. Quality fast. User defense fast. Default hammasini fast qilamiz. Decrease ga qo'yish kerak. Beyond blunt, entity distance. Apply qilamiz, down qilamiz. Menimcha normallashishi kerak. Mayli olamiz. Film. Bu da adashmasam o'zbekcha tarjimasi. Yetmaligini ko'rgan edik. Bu yerda ham ko'rdik. Safari 2dan joylar bor ekan. Xo'p, men hozir topishim kerak. Qanaqadir darajali xona. Xo'p. Odamlar bunaqa narsa topib oldim. Bu narsani hech ko'rmagan edim. Oldingi videolarda. Menimcha bu oddiy narsa xolos. Kartografiya table bor ekan, buni olamiz albatta. Xo'p, yo'lda yana qiziqroq narsalar chiqdi, lekin ularni e'tiborga olay deb bilmadim. Xo'p, buni tagida qiziq narsalar yo'q ekan menimcha. Mayli, davom etamiz qishloq qidirib. Buni o'zim o'ynab ko'rgan let's play'imda o'zim uchun ochgan o'rnimda, batma bu nezarak, game nezarak ko'rinishi ikki yoshib ketdi. Nima? Block of gold. Qanday oshcha blokim bormi? Mayli, nezarak sindiramiz. Qanaqa edi bu? Kirka effektimiz amri ekan. Qanaqadir underwater hostmi, shunaqa qanaqadir effektlari bor bo'lganda zo'r bo'lardi. Mishkam biroz tezlik qilyapti. Hozir bu yerni ham o'shatib ketamiz. Ko'rinishi bitta miniatyura ko'rinyapti xolos shekilli. Hayron bo'lamiz, QR kod yo'qolguncha bunaqa chestlar oddiy holatda. Xo'p, course of vanishing deyapti. Yechilmaydiganmidi? Vanishing qanaqa edi? Vanishing xullas qanaqadir la'nat berdi menga. Shu qarab ketaveramiz. Qishlog'im yoki darajali xonam chiqib qolar. Xo'p, Sahara kaktus deydi. Bunga tez ham hech biroq qilib joningiz olmaydi. Nima deb qo'yapti? Jandeka bo'ldi. Yana ham tushiramiz shekilli. Men yo'lda ketib turib tushirdim chanklarda, chunki narsasiz bo'lmayapti. Xo'p, menshimmi? Antika qishloq ekan. Menshini bor ekan.
Mayli, bu yerga kirib ko'ramiz. Nasib bo'lsa, faqat hozir emas. Keyin yana yangilik, bu yerda pechkalar ko'rinishi boshqacha. Olamiz. Buni olamiz. Oltin. Hammasini olaveramiz. Bizga loot muhim. Water breathing speed bularni ham olamiz. Mayli, xo'p. To'plaveramiz. Bechora qishlog'i yo'lni topolmayapti. Olmos, kaktus, bundan ham mavladan cho'p yasasak bo'ladi. Birinchida nima bor? Olmos. Hop, barcha qiziq bo'lmagan narsalar. Bu yoqqa sakrab o'tariladi. Sakrab o'tgani foydasi bo'lmadi. FPS o'ta past. Nimagadir 100-200 FPS bilan o'ynayotgandim men o'zim. Kiramiz, o'tiramiz, kiramiz albatta. Mayli, kiraveramiz ekansan. Do'stlar, men game rule yoqib qo'yganman. Rule keep inventory. Keep inventory true qo'yaylik. Ozgina ishlardan foydalanamiz. Albatta. Xo'p, bu yerda nima qiziqroq nima narsa bor? Menimcha mana bu. Yana bu yerda bambuzon bor ekan. Bambuzon uncha qiziq narsa emas. Qiziq joy emas, to'g'rirog'i. Nima bor pastda? Pastga tushib ko'rish kerak. Bu boshqa narsa ekan. Bunlar do'stlarni ko'ryapman. Boshqa hammasi. Menimcha bu yerda sklad bo'lsa kerak bularni. Bosh sklad bilan yashashgan bechoralar. O'zlar hayotimiz bo'lganda tashlab ketardik. Xo'p, bu yerda adashmasam nima deb bo'lish kerak? Mishiga nima bo'lyapti? Bu tashqariga yo'l ekan. Bu yerdan bundan chiqargan bo'lsanglar, havo o'zgaradi, ko'rinish. Bu osmon o'zgaradi. Shovqin ham tinlar ekan. Mayli, bu yerda ko'rdik, endi bu yoqqa yuramiz. Bu yerdan birlashib ketgan xullas. Daraxtlari bor joylar ekan. Bu yoqqa. Bu yerda nima bor? Bu haligi Kaizo kiyimni topgan tosh-u. Kaizo kiyimini shunaqa joydan oluvdi. Nimani tashlaveramiz, nima kerak emas bizga. Albatta mana bular. Keyin bundan nima qilsa bo'ladi? Bu o'tirsa bo'ladigan narsa menimcha. Xo'p, bu qolib tursin mayli. Swiftness bu ham kerakmi, fern kerak emas. Nechta kerak edi buni yuz qilamiz. Ikkita, uchta bo'ldi. Bu atrofda bularni sandig'i ham bo'lishi kerak edi.
Video nastroykalarni hammasini o'zgartiramiz ekan. Quality performance bilan qo'yamiz. Bu synchrone lamp. Nima qiladi u lamp? Zoom deydi. Shu yerda qanaqadir to'plashlarni o'zimcha. Xo'p, chiqib qoladi. Anumeration. ana senga lut. Bu nima? Island camp. Menimcha yaxshi kerak. Kumash ekan. Menimcha ring bosib kerak. Bular chaqish kerak edi qoidaga ko'ra, lekin men unda qilaman, peacefuldaman, o'zim nima qilaman men. Chunki men yaxshi olmayapti. Hozir ozgina keyin eslardan chiqib ketadi. Xo'p. Mana haritadan ko'rishingiz mumkin. Mana bo'ldi, ko'zlar o'zgardi, yana joydek bo'ldi. Bu yerda nimalar bor? Bu yer qanaqa bu ko'z bitta ketgani menga juda qiziq bo'lyapti. Ya. Hozir nima ichida ketishmasam. Bu yerda tog'am bormi hali? Dangans Burned Dirt. Bo'ladi o'zbekchasi hozir. Yongan qum bo'ladi. Qayer dang yonmaydi. Plus jang qiladigan joy. Hozir. O'zbekcha nom bor edi buni. Hozir topaman. Biz o'shaqa joylarda dangi bor. Yongan yog'och ekan. Bet. Buncha hammasida narsa bor. Kerak narsalar qo'yib turamiz. Butun kiyib olamiz. Buni olamiz. Nonni olamiz albatta. Bet sklat bo'lsa kerak, qishloqlar sklat. Olmosni olamiz. Yana olmos. Xo'p. 2,5 maxels. O'zimizga qanaqa qilamiz? Oddiy course of finishing. Ma'lumotni olamiz. To'xtab turing, mana ko'radi. O'zingiz nimaga ishlatadi? Demak, hech bir ishlatmas ekan. Iloji shosib bo'ladi. Lazer tuning.
empty stock deyapti. 0.5 loop qo'shib beradi deyapti. 2.5 max ko'ramiz, bu yerga qaytib kelamiz endi. Xudo xohlasa nasib qilsa. Qaysini qo'ydim? Unique deyapti. Cracked slipstream. Mana bu cracked slipstream bunaqa van stalkka deyin deganda qarangda bo'lganda zo'r bo'lardi. Hozir bu juda zo'r emasda, bu oddiysi, uniklarning eng oddiysi. Joyingda tur. Biroz narsani to'g'rilash kerak menimcha. Almos endi bor. Burada krem narsa yo'q. Enterni bosib uyimizga qaytamiz. Sevishdi. Aha. Ama biz unaqa narsa. Hop. Nimadir noto'g'ri bo'lyapti bu yerda. Bu yerda ko'rish kerak yaxshilab. Vertical render distance scale mashina siraytiraylik. 100 qo'yaylik. Varies degan o'ta kuchli bo'ladi menimcha. Buni o'zbekchada aniq tarjimasini bilmayman. Buni ham pastroq qo'yamiz, notified apply qilamiz. F3 bo'ldi, normallashsa menimcha. Biroz erkinroq bo'ldi. Xo'p. Men mana bu barralarni olib turaman. Mishkamga bir narsa bo'lyapti, shuni to'g'rilashim kerak. Xo'p. Birinchi yasab ko'ramiz hozir. Oltin bilan bu. Adashmasa shu atrofda versak bo'lish kerak edi. Mayli. Versak topilmadi. Men shu yerga qo'yamiz. Xo'p, Gold Branch, Minecraft Dungeons. Ko'ramiz, o'tirsa bo'ladimi? O'tirsa ham bo'lmasa ekan bu. Prosta stol ekan. Men buni o'tirsa bo'ladi deb o'yladim. Xo'p, shunaqa narsalarni qo'yamiz, qolganini ham. Yana qishloqqa borib, loot topib kelamiz, qolganini ham. Mishkanni bugun yaxshilab parcha qilib olishim kerak ekan. Mishkada ham ancha minuslar bo'lyapti, chunki bitta bosilganda 2-3 ta bosilib ketib qolyapti. Bu yerga kirdik, bu yerga kirmaymiz boshqa. Bu yerda shovqin o'zi qanaqadir shovqin paydo bo'lyapti. Qanaqa shovqinligi to'g'ri bilmadim. Uyni ko'rgan qaranglar, tavba. Hop, qayerda edi loot xonasi? Ularning loot xonasi bor edi. Ya'ni illyuziyasini bo'ladi. Safega o'xshagan joy, xullas bankka o'xshagan joy bor edi. Shu yerga boramiz, ularni ham olib ketaylik mayli. Rozi bo'lishadi. Keyin bunda yangi narsa qo'shilibdiki, mana bu xullas biron narsani olganingizda tik tik
aytadigan ovoz qo'shilibdi. Ting ting ting. Hozir musiqani to'g'rilaydi. Mana directional sound o'chiramiz menimcha. Music and sounds, directional audio. Ana. Hop. Bu yerda eng minus bo'lgani bu yerda qo'shilmagan narsalar ichida bu Betreface keyin mod haligi yorug'lashtirib beradigan mod bor edi-ku. O'sha modlar minus qilyapti buni. Mayli, keyinchalik to'g'rilanib ketadi deb umid qilamiz. Xo'p, bu yerda men hamma narsani olib ketaveraman endi. Cracked gammi, boshqacha gammi hammasini olamiz. Bo'sh, ikkita stone bricks. Unique, mana hozir mana. Bu cracked, bu chipped, slipstream mana yashil turibdi. Ko'rgan masalan chipped degan yozuvi o'sha olov rang bo'ladigan bo'lsa, eng kuchlisi bo'ladi, ya'ni legendariyasi bo'ladi. Bu nisa oddiyroq bo'ladi. Ya'ni rare deb qo'yadi, kamyob. Ya boshqacha romida, xullas ishlar shunaqa bo'ladi. Mana shu ko'mirni bor, albatta olamiz. Keyin yo'lda bitta qizg'in narsa bor edi, hozir qaytishda ko'rsataman. Bu qaytishda bitta o'qishlar tugamadi hali, bu yoqda ham aylanamiz. Men o'zim o'ynagandim, mana bitta zo'r narsa bor edi. Shu atrofda mana olmos, u game unique deyapti mana. Ko'rgan bo'lsanglar, bu ham shunaqa oddiysi. Unrare. Oddiy, ko'p uchraydigan degani. Bu yoqqa chiqamiz, bu yoqqa tushamiz. Keyin mana bunaqa joyda ham o'ta ko'p kaktuslar, non qilsa bo'ladigan narsalar bor ekan. 5 ta armor deydi. Mana yechamiz. Mana kiyamiz. All type frontier. Nima degani bu? Equip full set FX console locked and progress. Control T activated. Control T. Heaven activated. Heaven frontier. Wanted escant. Detailed info. Rarities. Qarag'at narsalar qo'shib monster arguments. 4 armor player arguments. Okay, rarities. Buni tushundim. Sizni tushundimmi? Detailed info. Bo'ldi. Bu narsa to'g'rilayotganda chiqadi, ya'ni bitta game. Bunisi shu unique emas ekan, lekin har holda normal game ekan. Bu yerda qolmadi. Xo'p. Xudo xolasa men mana shu Safir 3 da 50 ta qilsam, nariga Safir 2 da ham 50 ta qilsam, keyin Safir 1 da ham 50-qismga to'g'ri yetkazmoqchiman. Crude oil heritage bu neft bo'lsa kerak. Yana game oddiy game. Mayli, buni ham ko'raveramiz. Misol sistemalarida bu modlarni yaxshilab o'rganish kerak. Heritage degani bor.
shu narsa meni qiziqtirib qo'ydi. Kayzoni videosida ko'rdim. Hop, keyin tushib ketamiz pastga. Brat, nima qilyapsiz edi? Yani sizce kasap şunu yaxshi deydi. Ya onu verdi. Qanaqadir lukim bor bo'lsa kerak. Luck. Omadli bitta demda kiyim bor, chunki shans pastroq olmani shans hozir ko'ramiz. Besaypis. Bambolsonda anaqa bo'lar ekan bu. Ko'rsamas ekan. Hop, bu nima? B-sapdi. Olmaga almashtirsa bo'ladi. Beetroot sapdi. Blueberries. Holy shit. Antik narsalar bor ekan, ko'rish kerak. Acer bor ekan, muhimi. Mayli, Acer'da buksimiz, xudo xolasa nasib qilsa keyingisini istaymiz. Keyin men bu yerda ko'rdim mana. Kakrasda. Nima tashlab yuboradi, nima kerak emas menga. Ash kerak emas. Buni olamiz. Keyin yana nima kerak emas menga. Конечно, mana. To'xtaylar, yana bitta oshli narsa bor menda. Xo'p. Yo'lda. Qurol yo'qmi? Qurol yo'q, menimcha. Essence. Okay, menimcha yashil rangda. Bu yoqdan boshqasiga ishlasa bo'lmaydi. Music disk, blank record. Ishlatilami yo'q? Buni ham tashib ketamiz. Ketdik. Xo'p. Bu yerni ko'rdik. Mana bu yerga kirdim, adashmasam. Yo'q, kirmabman. Qo'rqinchli joylar ekan, lekin odam yo'qligida qo'rqinchli bo'lmaydi, lekin. Gloves, olma albatta. Unique game. Azer'ni o'zini slotiga joylash kerak buni. Buradan bunday qilmaydi. Unique olamiz. Yana bir marta kelaman ekan. Kirka, no, bitamiz mayli. Nasqa narsani olib ketaveramiz. Xo'p. Beka oldim, beka qo'yamiz endi. Betam to'ldi. Bu yoqqa ketadi. Uqlab turamiz. Bu qaysi modniki? Elde qilamiz. Cataclysm. Nether. Brave Potion, Biomass Mods of Mythology, Minecraft boshlandi, Aquatic World Tires, Uncommon Year, endi tushundim men. Biz Uncommon narsalardan kechish kerak ekan, mana bu Uncommon
Ha, bo'ldi, esime tushdi. Mana bu rare. Bu common, bu oddiy, umuman hech bolasi yo'q. Bu ham oddiy hech bolasi yo'q. Bu common, uncommon yo'q. Adashmasam. Yo'q, bu yerda yo'q ekan. Bosslarda bo'lardi. YouTube'da bir qidirib ko'raman. Hop, enter qilib, qishloqqa boramiz yana. Qishloqqa borib, qishloq shipshidan qilib kelamiz. Maksimal darajada. Hamza endi iloji yo'q. Buni ham olamiz, albatta iloji yo'q. Xo'p, bu yerdagi hamma narsani olamiz, конечно. World type default. Bu yerga qanday qushlar bo'ladi? Pastda nima bor? O'g'lim, nimani yashiraydi? Men baribir olaman bu yerda nima borligini deb tushamiz. Как раз shunaqa xona kerak edi. Bu kerak. Bu вообще kerak. Nima olamiz albatta? Musiqa. Qanaqadir qo'rqinchli musiqa yangrayapti. Biroz qo'rqinchli ekan. Hop, biroz balandroq gapirishga to'g'ri keladi menimcha. Chunki ko'pchilik youtuberlarda shunaqa musiqalar paytda ovoz deyarli o'chib qoladi. Chunki musiqa narilarda plusida past bo'ladi, bunisi yoki naushnikda shu pastligini hisobiga ovoz, mikrofondagi ovozi kelmay qoladi. Qaytamiz, musiqani pastlataylik. Qadashim yana Messi o'rnida 50 qilaylik mana. Menimcha endi normalniy bo'lib qolsa kerak. Xo'p. Yana bitta yo'q. Bu prosta yer tagiga tushib ketganmi? Yaxshi chiqamiz. Bizga emas. Qaytib chiqdik. Aytgandek bizga emas. Bu yerda ham biz oladigan narsa yo'q. Netwit bu ahmoq deyapti buni. Bu ishlamaydigan ular ishlanmagan ekan. Unemployed ular ishsiz. Hop. Boshqa safar mashq qildi. Oxirgi davrda kansa tushaman. Water breathing nimalari bor? Water bunaqasi bor ekan, keyin water breather bor ekan. Augment bor ekan. Augment yo'q, bunaqa kerak emas. Water breathing. Hech narsa bor. Kerak narsa ekan. Mana bu narsa. Charm. 3 tani berasiz, bitta qilib beradi. Xo'p, bu videoni o'sha qilib o'tiribman buni. Edit qilib tayyorlab o'tiribman. Prosta video ko'raman. Zo'r joylar bor ekan. Chiqarib yuboraman. Enchanted Tangle deydi bu ham nomini. Qani nimalari bor? Kamera qildim. Shakalak, Inferium, Lobby Dirtstone. Nima buni mana ishlatiladi. Bir qimmat narsa ekan, prosta basic. Buni palga qizil narsani ko'ramiz. Yo'lda aytamiz atrofda adashmasam. Yo pastdan ekan.
Yo bor edi shu atrofda, ana bilaman ko'rganman. Nega ham kirmabman yo'lda ko'rib. Ha, shu yer. Hozir bilaman, tajam chiqarishmoqchi bo'lishadi o'zlari. Mount Chino. Voy, brat to'xtang, qayerga ketyapsiz? Urasiz. Nima berdi hech balo. Bu narsa juda yomon. Sekin ichkari chiqib olamiz. Ha, bu. Hozir golem. Shunday qimmatli narsalar bo'lardi. Son patriot. Böyle ekan, room lamp. Yaxshi uyga borib turib, kelib qaytib kelish kerak. Men bu yerda nima bor, bu yerda ham ko'rib ketaylik bulutini. Bu yerda nima bor? Sanctrum mashinasi ko'p ishlatilgan ekan. Highland. Antiqaga sindirmish. No, mashinasi kerak edi. Burning potion. Gift minecart. Highland berries. Highlandga chiqib ko'rish kerak. Qiziq joyga o'xshayapti. Va tasvirlash bo'yicha. Bu nima qilsa bo'ladi buni? Ko'mir olsa bo'ladi deydi. Hadi ketaylikchi. Uyga borib kelamiz. Men albatta shu narsani topib ko'rsataman sizlarga. Ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamni. Faqat bas. Men bu safar uy qurishdan boshlayman. O'yinda texnikroq qilib bo'lsa ham, YouTubedan ko'rib bo'lsa ham uy quramiz. Xo'p. Rudalarda uy qiladigan qanaqa narsa bor? Mining gadgets bor ekan. Nima? Yeah. Command block. Villager spawn egg. Search alias. Rudalarda ko'p qilsa bo'ladigan qanaqa narsa bor endi? Iloji bormi rudalarda ko'pgina qiladigan? Charm flying. Flying degani ham bor ekan. Redstone просто. Buni yasash uchun levitation degani mana bilan qilish kerak ekan bu. Slow falling down another, slow falling on the phantom membranes down. Game dust, men Pegasus. Almost deb yozib qo'ysam chiqmaydi. Diamond deb yozish kerak. Diamond yaxshi. Mayli, biz hozir bizga keragi Diamond Spark. Deeper Darker'da portal yasash kerak. Deep Dark. Deeper and Darker. Portal bo'lish kerak. Echo Wood, Gloomstone beri qanaqa borsa bo'ladi?
Demon Deep Dark Soul Elytra Grime Skook. Men buni portal blogini topishim kerak. Deep Shell maksimal verar ekan. Bulldog Hop Ori Tek mana shu narsa zo'r ekan. Tek modi ishlatadigan mod ekan. Buni yaxshilab o'rganib ko'ramiz. Don't place qora tuynuk deydi. Taxyon absorber. Kim haligi flash serialini ko'rgan bo'lsa, bu tezlikni bir narsa beradigan narsa edi. Energy capacity. Mayli bilamiz. L-ni bosamiz. Advancement'larni bitta yaxshiroq ko'raylik. Bumble zone mode. Piston bilan kirsa bo'ladi deyapti. Mana. First steps adventure. Degan narsani ko'rib chiqish kerak. Hop, Minecraft o'z narsalari. Minecraftdan keyin Trident deydimi? Minecraft apothetic attributes, enchantable blocks, treasury, trial spawner, interactive spawn egg, ally, debug stick, barrier, structural lock, structural void, nothing, jigsaw block, light. Kvantlar bor ekan. Men hozir shuni hozirda aniq joydagi narsani olib kelayini. Shu atrofda ko'rdim men. Mana. Xuddi shu narsani aytib turdim. Birga kelamiz hozir. Yetishib şeyden qilamiz unigini. Kerak samasini olamiz. Hop, hozir okey. Mobiz ogohlantiradi deb xabar keldi. Narsani o'ldirish o'ta oson. Men ko'rganim 100 ta jonligi edi mana. Buni turib beriyor. Madem yağızladım amayla. Bu hem degenlerimizi takip Buna o'qishlar sularni bildiramiz. Hop. Highland, Grass Pass.
Yopatgan если joyi. Xo'p deb chiqish kerak. Beta nomi Highland ekan. Bu biomda nomi. Daraxtlarning o'zgacha Highland Oak. Hodiyotlok. Nima bor u? Camping. Zo'r og'alar, zo'r. Zo'r shular. Mayli. Bu deydi. Gold stand deydi. Bu obiyet bo'shatib ketamiz keyin. Alohida adusha kelamiz. Bad Omen 3 effektga bilamizmi? Yo'q. 8 ver xolos, qishloqqa bormaymiz. Enter bosamiz, yana qizaroq nima bor? Madarofda. Shu qishloqqa yaqinlashmasak bo'ldi. Nasha turtga olgan narsa qani? Hammani. Bilimchilar ekan, mana shu hammasi narsasini olib ketsak. Nikel, safir 1da uyda topish qiyin bo'lgan narsalardan bittasi. Safir 2da, safir 1da ko'p edi nikel, o'sha konvertsiz nikel chiqar edi. Ko'mir, temir. Mayli, hozircha hamma narsani olmay turamiz. Mayli. Bugungi qismim shu yerda tugaydi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Agar bu qismni to'liq ko'radigan bo'lsangiz, kommentga yashirin so'zni qoldiring. Yashirin so'zimiz bo'pti. Nikel bo'lsin. Yo, mayli. Bad Omen, ya'ni mana bu effekt. Mana bu effekt. Xo'p. Ko'rganlaringiz uchun rahmat. Hammaga xayr.